Assalomu alaykum daryo kuzatuvchilari, jahonda ro'y berayotgan voqealarni jonli efirda tahlil etishda davom etamiz. Bugungi tahlilimizga bir qancha mutaxassislarni jalb etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mana kecha Amerika Qo'shma Shtatlari Eron va Isroil o'rtasidagi urushda keskin bir burilish bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Eron bilan 2 haftalik, ya'ni 14 kunlik o't ochishni to'xtatish borasida sulh imzolanganini qayd etib o'tdi. O'z navbatida buni rasmiy Tehron ham tasdiqladi, keyinchalik Isroil ham tasdiqladi va o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Nega ayni mana shu vaziyatda bugungi kunga kelib tomonlar sulhga rozi bo'ldi? Bilamizki, Isroil urushni to'xtatishni xohlamayotgan edi. Nega Isroil ham mana shu sulhga rozi bo'ldi, ko'ndi? Assalomu alaykum avvalambor. Bu yerda asosan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan e'lon qilingan muddatni yakuniga yetganligi bilan bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerda baribir asosiy urushni olib borayotgan tomon va urushning homiysi deb qabul qiladigan bo'lsak, uning qarorlari bu yerda hal qiluvchi rol o'ynadi deb o'ylayman. Chunki avvalgi belgilangan muddat ham, ya'ni muzokaralar o'tkazish uchun va o'sha Hormuz bo'g'ozini urushdan avvalgi ochiq faoliyat davriga holatga qaytarishlik sharti bilan muzokaralar boshlash talabi bo'lgan edi. Nazarimda aynan shu prinsipial masalada kelishuvlar bo'lgan. Ya'ni bu 2 haftalik to'xtatish hozir mantiqan olib qarasangiz Amerika Qo'shma Shtatlariga bir taktik ustunlik bermaydi. Chunki hozir jang maydonida ustunlik ular tarafida emas yoki qandaydir bir faol harbiy fazani amalga oshirayotgani yo'q. Urush o'zini bir sur'atida davom etyapti. Tomonlar bir-biriga muttasil zarbalar beryapti. Ya'ni urush bu endi o'zini psixologik bir bosqichidan o'tib bo'ldi. Tomonlar bu jarayonga moslashib bo'ldi. Endi bu 2 hafta odatda nima holatlarda otash kesim e'lon qilinadi? Otash kesim ya'ni gumanitar vazifalarni bajarish uchun, agar urush mantig'i bilan qaraydigan bo'lsak, yoki muayyan bir kelishuvni amalga oshirish uchun muayyan bir tinchlik sharoit taqozo etiladigan bo'lsa, mana agar Hormuz bo'g'ozi misolida olib qaraydigan bo'lsak, demak u yerda harbiy harakatlar mavjudligi u yerda Eronni boshqa imkoniyat qoldirmaydi, uni masalani harbiy yoki bir boshqa bir muassasalar orqali hal etmaslikka. Endi Isroil masalasiga keladigan bo'lsak, Isroil bu yerda ko'proq nazarimda manfaatlari amalga oshmagan tomon deb o'ylayman. Chunki hozirgi bir marta otash kesim e'lon qilinishligi, otash kesimdan keyingi harbiy harakatlar agar boshlangan bo'lsa ham dastlabki davrdagidek shiddatda bo'lmasligi tayin. Va bu tomonlarni mojaroni harbiy yo'l bilan emas, tinch yo'l bilan hal etishga bo'lgan intilishlarini namoyon qiladi. Bu hozir ayni paytda faqat Isroil rasmiylari, balkim hozir Eronni ustidan qandaydir bir harbiy g'alaba qozonish borasidagi Isroilning maqsadlariga ham mos kelmaydi. Shuning uchun hozirgi holat bu vaqtinchalik holat deb qabul qilish kerak. Endi bu yerda 3 tomonlama kelishuv bo'lganligini bildirayotgan narsa, tomonlar bir xilda bayonot beryapti, har bir tomon o'zining g'alabasi haqida gapiryapti Isroildan tashqari. Va har birini asosiy masalasi, ya'ni bu yerda o'sha avvalo psixologik nuqtai nazardan, ya'ni Eron taslim bo'lmadi va o'zining pozitsiyasi saqlanib qoldi va uning bergan shu 10 ta taklifdan iborat bo'lgan taklifi muzokara uchun asos sifatida qabul qilindi degan bir narrativni ilgari suryapti. Amerika Qo'shma Shtatlari esa bu yerda asosiy maqsadi, ya'ni jahon bozoridagi bir turbulent holatni bir normal holatga sokinlashtirish. Ya'ni urush davom ettirish o'z yo'liga, lekin u bilan yo'ldosh bo'layotgan xarajatlar bor. Neft narxining oshishi bilan bog'liq, ishlab chiqarishni tan narxi oshib ketishi bilan bog'liq, jahonda Amerika Qo'shma Shtatlari uning tovarlariga nisbatan ishonchsizlikni paydo bo'layotgani va bu jarayonni eng qizig'i Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi nazorat qila olmayotganligida. Shuning uchun hozirgi otash kesim tomonlar o'zini imkoniyatlarini, resurslarini bir qayta baholashga, agar urush eskalatsiya yo'lidan ketadigan bo'lsa, harbiy generalitetga bir yangi vazifalar qo'yish uchun bir fursat ma'nosida, agar Eron tarafidan bo'ladigan bo'lsa, bir strategik bir darajada mudofaa qilishlik uchun shularni jamlab olishga imkon beradi deb o'ylayman. Jahongir aka. Endi
man ushbu 2 haftalik otash kesimni ringning yakunlanishi emas, balki navbatdagi raundning tugashi deb hisoblagan bo'lardim. Ya'ni qarama-qarshiliklar baribir davom etaveradi. Avvalo unutmaslik kerakki, Yaqin Sharq davlatlari tizimiga ham arab davlatlari bilan Eron o'rtasida ham juda katta jarlik yuzaga keldi. Endi bu shart nima uchun bor degan savol bor. Trump bunga avvalo neft narxlarining ko'tarilishi va o'z elektoratining noroziligi tufayli rozi bo'ldi degan fikrdaman-da. Ya'ni uni o'zi bu otash kesim tizimiga rozi bo'lgani ham qaysidir ma'noda Netanyahuga avvalo yo'q deyishni o'rgana boshlagandan dalolat beradi. Ya'ni o'z manfaatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti sifatidagi manfaatlarini Isroil lobbizmiga yaqinlik manfaatlaridan ajrata bilishning boshlanishi sifatida namoyish etadi bu holat. Ikkinchidan bo'lsa, bu yerdagi muxtaraka aytib o'tganlaridek qo'shnaman, avvalo bu yerda Isroil manfaatlariga nisbatan biroz to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Isroil maksimalistik manfaatlarni ko'zlagandida, o'zi bu urushni boshlanishi Netanyahuning orzusini ushalgan edi. Buni o'zi ham aytib o'tgandi efirda. Va e'tibor bersangiz, Isroilning o'sha 10 ta banddan iborat asosiy kelishuvni Eron talablariga oxirida nima deyapti bayonnomada? Netanyahu ma'muriyati Livan bu masalaga qo'shilmaydi degan holat qilyapti. Bu degani manyovr qilish imkoniyati saqlab qolyapti-da. Chunki Pokiston ham o'zi bayonot berdi. Eronda, Iroqda, Livanda urush harakatlari umuman Ko'rfaz atrofida va Livanda ham to'xtaydi degan bayonotni bergandi. Hozir bu holatda Netanyahu roziman Eronga nisbatan, lekin Livanda, ya'ni Litan daryosidan janubroqdagi hududlarni egallash bilan bandku hozir Hizbullohga qarshi mohiyatan okkupatsiya bilan shug'ullanyapti Livan hududida. Shuning uchun ham bu orqali endi tasavvur qiling, Livandagi Hizbulloh harakati bilan Eron rahbariyatining o'zaro aloqadorligi bor edi va bu shartnoma tizimlari buzilmasa, bu Eronning ham bunga qarshi bayonoti yoki mohiyatan qarshi chiqishi 2 haftalik otash kesimni buzish imkoniyatini saqlab qoladi-da Isroilda. Ya'ni har qanday holatda hozir Netanyahu bu kelishuvni buzish imkoniyatini saqlab qola oldi o'zida-da bu orqali. Ya'ni nimadir berish kerak endi o'zini. Bilamizki, agar Isroilda umuman olganda Yaqin Sharqda urush to'xtaydigan bo'lsa, Netanyahuning siyosiy umri bir necha kunlarga qolishi mumkin. Xolosda uni o'zi huquqiy masalalar, javobgarliklar kutyapti. Isroilni o'zida xalqaro huquqni aytmasa ham bo'laveradi, xalqaro sudni aytmasa ham bo'laveradi bu yerda. Shuning uchun ham bu yerda uni Netanyahu pozitsiyasini ham tushunish mumkin. Lekin bu yerda bir narsa aniqki, asosiy yutuq, ya'ni qarama-qarshilikdagi holat bu yerda AQShdan ko'ra Eron holatidadir. Chunki Eron birinchi o'rinda o'z tuzumini saqlab qoldi. Chunki o'zi maqsad urush boshlangandagi maqsaddan biri tuzumni ag'darish edi-ku. Trump ham Netanyahu ham Eron xalqi chiqinglar, ag'daringlar rahbarlaring degan gaplari shunchaki nima deydi, ahamiyati bo'lmagan gaplar ekanligi ko'rinib qoldi, natija bermadi. Ikkinchidan bo'lsa, nimaga erishdi Trump, tasavvur qiling. Shu 2 haftalik kelishuv. AQSh nimaga erishdi? AQSh nimaga erishdi? Hormuz bo'g'ozini ochilishiga erishdi. O'zi Hormuz bo'g'ozi ochiq edi-ku 28-fevralgacha. Ya'ni urush tufayli yuzaga kelgan muammoni qisman hal qilish evaziga nimadir natijaga erishdim deb maqtana olishi hozir aslida biroz kulgili ham. Bu holat orqali AQShni avvalo ko'rsatib qo'ydiki, AQShning harbiy, geosiyosiy imkoniyatlarini ham chegarasi borligini ko'rsatdi Erondagi urush. Ya'ni bu holat chegara. Ikkinchidan bo'lsa, bu yerda yana bitta omil bor, bu arab davlatlari. E'tibor bersangiz, Eronga qarshi aniq Eron sivilizatsiyasini yo'q qilaman degan darajadagi bayonotdan keyin Eron tarafi ham bosim bilan chiqdiki, qanaqadir axborot eskalatsiyasiga borib aytdiki, u holatda butun Yaqin Sharq do'zaxga aylanadi degan ma'noda fikrlar aytdi. Ya'ni jumladan Saudiya Arabistoni ham deb aytildi-da, aniq bildirdi-da Saudiya Arabistoni. Shundan keyin qo'ng'iroqlar ko'payganligi haqida Ar-Riyoddan yoki Abu Dabi boshqa taraflardan, Dohadan bo'lganligi to'g'risida ko'plab fikrlar bo'ldi. Hatto Qatar tashqi ishlar vaziri ham agar bu holat bo'ladigan bo'lsa, boshqarib bo'lmaydigan xavf yuzaga keladi deb bayonot berdi Qatar tashqi ishlar vazirligini matbuot vakili. Endi shu holatda aytish kerakki, Eronni yana bir umuman olganda bu ketma-ket yana qarama-qarshilik davom etishi, to'g'ri harbiy jihatdan bo'lmasligi mumkin, iqtisodiy jihatdan bo'lmasa ham strategik jihatdan Eron imkoniyatlarini oshiryapti-da. Yana bir haftadan keyin o'zi Xalqaro energetika agentligining rahbari Fotih
Bilol nima berdi? Bayonot bergandiku 2 kun oldin. Mart oyi og'ir bo'lgan bo'lsa, qora aprel bo'ladi agar urush harakatlari to'xtamasa degandida aprel oyida. Juda 2 barobar ko'proq zararlar bo'ladi deb bayonot bergandida. Lekin Tramp juda nozik joydan Eronga bosim qildi. Tasavvur qiling. Elektr stansiyalarga hujum qilinadi. Uni qayta tiklash mumkin. Neft konlariga zarar berish mumkin, lekin qaytangi kunda o'zida neft narxlari ko'tariladi-ku, to'g'rimi? Uni ham to'xtatish mumkin, lekin nimani qayta tiklab bo'lmaydi? Me'moriy yodgorliklarni. Behuston qoya tosh tasvirlari. Isfahondagi juda katta yodgorliklar, Hamadondagi masalan Ibn Sino maqbarasi, Sherozdagi madrasalar, Tabrizdagi shoh saroylari, Tehronning o'zida, ya'ni u 1000 yillik Eron sivilizatsiyasi durdonalari turibdi-da, ularga beriladigan zarbalar holat Eron xalqiga katta zarba bo'ladi-da. Hozir har narsani kutish mumkin-da Tramp bilan Netanyahuda. Ya'ni nima deydi, anaqalarga, tarixiy obyektlariga zarar berish mumkinmi? Ha, agar bu hol keyingi daraja shu edi-da, ya'ni Eron sivilizatsiyasi deganda Tramp shuni nazarda tutdi. Uni o'zi qanaqa nima ekanligini yaxshi bilmaydi, lekin unga ro'yxatni berishgan bo'lish ehtimolliliklari balandda, qayerlarga urish mumkinligi to'g'risida. Uni o'zi ajrata olmaydi-ku u yerdagi. Mayli o'rta asrlar bilan qadimgi dunyoning farqiga bormasa kerak, albatta Tramp. Shu holatda mana shu narsalar ham Eronni qisman yon bosishga majbur qildi deb o'ylayman. Chunki bu meros ajdodlardan qolgan, avlodlarga yetkazilishi kerak. Tushunarli. Hikmatilla aka. Men nazarimda buni o'sha siyosiy, iqtisodiy sabablari ham bordi. Menimcha eng ko'p Trampga ta'sir qilgan holatlardan bittasi o'sha dam olish kunlari, aynan o'sha oxirgi marta AQShda bo'lib o'tgan o'sha namoyishlar, juda keng ko'lamli namoyishlar, mana o'sha o'tgan hafta bo'lib o'tgani, mana shu namoyishlar. Undan tashqari, mana oxirgi kunlardagi Eronga qilingan hujumlarga e'tibor beriladigan bo'lsa, bu asosan Isroil tomonidan amalga oshirilgan. Ya'ni mana dastlabki kunlarda birgalikda amalga oshirishdi, keyingi kunlarda ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari mana o'sha raketalarni uchirib, masalan, Tomahawk raketalarini ma'lum bir o'sha hisob-kitoblarga ko'ra taxminan umumiy AQSh demak o'zi zaxirasida bo'lgan 20% ni o'zi ishlatib tashladi degan shunaqa xabarlar ham chiqdi. Ya'ni oxirgi kunlarning o'zida asosan hujumlar Isroil tomonidan amalga oshirilayotgandi va Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan berilayotgan zarbalar nisbatan ancha pasayib qolgandi. Va mana boyagi fikrga qo'shilmoqchi edim, ya'ni bu hozirgi sulhdan eng ko'p zarar ko'rgan davlat baribir Isroil bo'ladi. Nimaga? Chunki Isroil o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarning birortasiga erishmadi. Ya'ni birinchisi masalan, Eronning yadroviy dasturi yo'q qilingani yo'q. Ya'ni masalan o'sha uranni topshirgani yo'q, masalan boyitilgan uranni. Ikkinchisi, Eronning raketa dasturlarini yo'q qilish kerak edi. Va raketa dasturlari yo'q qilingani yo'q. Yoki mana Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron, Isroilda bir xil yana bitta joy bor ediki, bu rejimni o'zgarishi. Rejim o'zgargani yo'q. Va umuman mana shu 40 kun davom etgan bo'lsa, mana shu agar bugunni ham qo'shadigan 40 kun bo'ladi, adashmasam. Demak, mana shu 40 kunning ichida Isroil o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarning qaysi biriga erishdi? Birortasiga erishgani yo'q. Ya'ni bu o'z-o'zidan baribir Isroilning o'zida ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlab bo'lmayapti. Mana oxirgi marta AQShda urush vazirini kongressga chaqirishganda, ya'ni Pitrex chaqirishgandi. Unga nisbatan o'sha impichment haqida ham gapirishdi-da. Ochiq-oydin gapirish. Hattoki agar urush holati to'xtamaydigan bo'lsa, ya'ni hozir sizlar urush jinoyatlarini sodir qiladigan bo'lsanglar va kongress bilan hisoblashmasdan Eronga demak o'sha keng ko'lamli yana hujumlarni davom ettiradigan bo'lsanglar, bitta san emas, san tepangda turgan boshlig'ingni ham, ya'ni prezidentga nisbatan ham mana shu impichment jarayonini boshlaymiz degan shunaqa fikrlar bo'ldi. Ya'ni hatto o'sha bu fikrga demokratlar emas, respublikachilarning ichida ham tarafdorlar bordi. Ya'ni bitta o'sha mudofaa vaziriga ya'ni bildirilgan fikrlar aslida u Trampga ham tegishli-ku, ya'ni Trampga ham mana shu taraf. Ikkinchi tarafdan hozir yana Isroilga zarar deganim, Isroilda ya'ni hozirgi urush harakatlari to'xtasa, o'sha ichkarida, ya'ni Isroil o'zida ichki siyosiy kurash kechadi baribir. Ya'ni hozirgi kunda Netanyahuga qarshi ham kattagina muxolifat yig'ilib qolgan. Ya'ni u Netanyahuning ham hozirgi hokimiyati ma'lum bir ma'noda omonat deyishimiz mumkin-da. Chunki
ertaga baribir undan hisobot so'rashadi. Xo'p, mana shuncha mablag' sarfladik. Taxminan 15 yoki 20 milliard dollar sarfladida. Shuncha zarar ko'rdik. Ya'ni o'sha AQSh umumiy ishlatgan xarajatlarni eng kamida 35-40% Isroil ham ishlatdi. Xo'p, shuncha zarar bo'ldi. Shuncha infratuzilma, masalan, o'sha to'g'ri ommaviy axborot vositalarida ya'ni bizga uncha ko'rsatilmayapti. Isroilda haqiqiy zarar ko'lamini biz hozir baholay olmaymiz. Aslida zararlar ko'lami juda ham katta. Chunki mana urushning dastlabki bosqichlarida Eron asosan ballistik raketalardan foydalandi. Ya'ni o'rtacha mana kuniga ya'ni dastlabki kunlarda 200, 250, 300 tagacha ballistik raketalarni uchirdi va ularning aksariyat qismi Isroil tomonidan tutib qolindi. Lekin mana oxirgi kunlardagi hujumlarni ko'radigan bo'lsak, ballistik raketalar emas, balki gipertovushli raketalardan foydalana boshladi. Ya'ni masalan, kuniga oldingidagi o'xshab 100 ta, 200 ta emas, o'rtacha 15-20 ta raketalar, shundan demak taxminan 60% ballistik va 25-30% gipertovushli raketalar edi. Ya'ni точный удары, o'sha ma'lum bir aniq nuqtalarga zarbalar berildi. Ya'ni hajm juda ham kichkina, lekin aniq zarbalar bo'ldi. Bu narsa baribir Isroilning o'zida ham norozilikni tug'diradi. Baribir o'sha Isroil hukumatining o'zi ham himoya qila olmayapti. Ertaga baribir urush to'xtatiladigan bo'lsa, ya'ni sulh tuzilgandan keyin Isroilning o'zida ham hukumatga nisbatan norozilik kuchayadi. Chunki Isroil mana shu 40 kunning ichida o'zi oldiga qo'ygan birorta maqsadiga erisha olmadi. Ya'ni bu narsa ham sabab bo'lgan shu. Ikkinchi tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlari resurslari ham cheklanmagan emas-da. Ya'ni u bekorga Trump mudofaa xarajatlarini o'sha keyingi yil uchun 1,5 trillion deb so'rashi, ya'ni o'rtada bir 200 milliarddan yana qo'shimcha ham so'radi-ku. Ya'ni Yaqin Sharqqa olib kelgan qurol-yarog' zaxirasi u oxiri ko'rinib qolgan. Chunki 35-40 kun to'xtovsiz siz intensiv zarbalarni bera olmaysiz. Chunki resurslar baribir AQSh davlat bo'ladigan bo'lsa, AQShda ham cheklanganda. Hatto u majbur bo'ldi-ku Janubiy Sharqiy Osiyodagi ma'lum bir o'sha havo hujumidan mudofaa tizimlarini ham shu Yaqin Sharqqa ko'chirishga. Bu esa Yaponiya, Koreyaga o'xshagan davlatlarning noroziligini keltirib chiqardi. Va yana bitta uchinchi sabab sifatida uni qo'llab-quvvatlovchi Yevropa davlatlari ham bo'lmadi-da. Bu ham balki mana shu sulh tuzishga majbur qilgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan, ya'ni boy Isroil haqida 3 tomonlama deyildi-ku. Eron, Isroil, AQSh kelishdi. Men bu fikrga uncha qo'shilmayman. Isroilga oxirgi daqiqalarda aytilgan bo'lishi mumkin. Chunki Isroildagi o'sha obro'li nashrlarning bittasi yozdiki, Isroil so'nggi daqiqalarda ogohlantirildi mana bu masala haqida, ya'ni sulh haqida. Ya'ni men o'ylamayman oldindan kelishganda o'zaro u AQSh aytdiki, biz muvofiqlashtirdik Isroil bilan dedi. Yo'q, Isroil menimcha pered faktum qo'yishdim. Yo'q, mana bizni shu masalamiz. Agar xohlasang bir o'zing davom ettiraver. Biz chiqamiz. Kelishuv bo'lmasdi agar Isroil berganda. Xo'p, demak keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, bu ko'pchilik tahlilchilar yozdiki, vaqtinchalikmikin, ya'niki nima deydi, mana shu kelishuvni tinchlikka qarab boradimi, mana shu kelishuv yokida bir katta bir to'qnashuv oldidan yuzaga keladigan bir vaqtinchalik kelishuvmi, tanaffusmi deb aytishyapti. Bu masalada. Vaqtinchalik tinchlik sulhi bo'lishligi uchun to'laqonli urush bo'lishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining nazarda bu urush emas, bu haqiqiy maxsus harbiy operatsiya. Amerika Qo'shma Shtlarini bu mintaqadagi CENTCOM deydi, mana shu boshqaruv markaziy qo'mondonligi mana shu harbiy harakatlarni muvofiqlashtirib amalga oshiryapti. Va Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerda qisqa muddatli maqsadlar bilan kelgan, shunga monand rejalar tuzgan va urushning uzoq cho'zilishi bu xuddi Rossiya Ukraina urushi singari endi bu hududiy urushga aylanib ketish xavfi bor. Va bunga resurs haqiqatan ham yetmasligi va Amerika Qo'shma Shtatlarining agar resursli urushga qo'shiladigan bo'lsa, uning uchun g'oyaviy asos kerak. Xuddi terrorizmga qarshi kurash singari. Masalan, Bush davrida e'lon qilgan-ku, Afg'oniston, Iroq operatsiyalari, ya'ni u yerga to'laqonli qurolli qo'shinlarni kiritgan va shu bunga monand harakatlarni amalga oshirgan. Hozirgi harakatlar bu tezkor va muammoni tezkor hal etishga qaratilgan operatsiyalar ko'rinishida. Demakki, hozirgi otash kesimi e'lon qilinishligi nazarimda Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan mana shunday zarbalar berish
imkoniyati hozir cheklanganligi bilan ham baholanishi mumkin. Ya'ni bunday holatlarda maxsus operatsiyalarda e'lon qilinishi mumkin va bu uzoq muddatli mojaroni muzlatilish holatiga ham aylanishi mumkin. Ya'ni bu hozir xuddi bu Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya singari. Va endi muzatilgandan keyin demak tomonlarni o'sha muzatilgan paytdagi kelishuvlar asosida ishlaydi-da. Tinchlik ham xuddi shunday. Shu nuqtai nazardan Isroilga bu manfaatli bo'lmasligi mumkin degan fikr ilgari surilyapti. Ikkinchidan bo'lsa, tinchlik sulhidan manfaatdor bo'lgan tomonlar bor. Ya'ni bu Amerika uchun ham, Isroil uchun demayman-ku, Eron uchun ham hozir yuzini saqlash birinchi o'rinda. Ya'ni rejimni saqlab qolish va rejimni yana bir konsolidatsiya qilishligi uchun ularga g'alabali natija kerak. Agar urush shu zaylda davom etaversa, hozir urush bilinmasligi mumkin, lekin resurslarni ta'minoti qanday bo'ladi? Ya'ni hozir kuniga 20 tadan 15 tagacha raketa otiladigan bo'lsa, uni ham cheksiz emas-ku, uni ham ishlab chiqarish uchun moliyaviy, iqtisodiy resurs kerak bo'ladi. Zaxiralar ko'p bo'lgandir, lekin zaxiralarning o'rnini to'ldirish hozir qanday? Ya'ni olib qaraganda bu iqtisodiy tarafdan har ikki tomon ham birdek zarar ko'ryapti. Faqat masala birida bu vaqt masalasi biroz cheklangan va hozir Xitoy omili haqida ham gapirildi. Ya'ni Xitoy bilan rahbar bilan bo'lajak sammit bor. U yerdagi asosiy kun tartibiga masala Eronga aylanib ketmasligi uchun bu mojaroni tezroq yopish kerak. Chunki u hisob-kitob boshqa. Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi manfaatlar bilan, iqtisodiy masalalar bilan, o'zaro savdo urushlaridagi masalalar bilan bog'liq jarayonlar bor. Shuning uchun o'ylaymanki, bu hozirgi e'lon qilingan otash kesim ayni paytdagi fazasi uchun yakun desak bo'ladi. Ya'ni ochiqdan ochiq shu zarbalar berish. Chunki endi zarba berishdan keyingi zarbalar bu har ikki tomon uchun ham og'riqli zarbalar bo'ladi. Mana hozir madaniy obyektlarga deyilyapti yoki o'sha elektrostansiyalarga zarbalar berilishi. Ya'ni bu yerda asosiy jabr ko'ruvchi tinch aholi vakillari bo'lib qoladi va buni asoslash qiyin. Agar buni mafkuraviy asosi bo'lmasa, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu urush u qadar ham qo'llab-quvvatlayotgan urush emasligini hozir ekspertlar ta'kidlandi. Bu hozirgi bu urush endi respublikachilar orasida ham bo'linishga olib kelayotgan hodisa. Buni uzoq davom etilishi Donald Tramp o'zi qarorlarini mustaqil qabul qilyaptimikin yoki uni qandaydir bir manipulyatsiya qilinayotgan obyektmi? Ya'ni Donald Trampning qarorlari juda ham emotsional, bir-biriga teskari va ko'p holatlarda mana shu urushni davom etishligi manfaatli bo'lmasa ham davom etayotganligi bu respublikachilar so'roq tug'diradi. Ya'ni qurol-yarog' savdosi bilan shug'ullanayotganlar bu borada ya'ni qo'llab-quvvatlov amalga oshirish mumkin, lekin u qurol-yarog' ham o'zini effektini bermayapti-ku. Ya'ni u yerda AQSh qurollarini reklamasi ketmayapti-yu. Aksincha teskari reklama ketyapti. Uni xavfsizlik kafolatlariga so'roq paydo bo'lyapti. AQShning ko'p millionli qurol-yarog'i dronlar bilan bahsda yutqizyapti. Dronlar sohasida Amerika u qadar ham rivojlanmagan ekanligi, qaysidir ma'noda Ukrainaga murojaatlar bo'layotganligi bu ham AQShning qudratiga soya soluvchi holatlar. Shuning uchun ham hozirgi holatda aynan shu fikr saqlaman, aynan shu otash kesim hozirgi fazasini yakunlash uchun deb o'ylayman. Keyingi fazasi katta bir qurol-yarog'lar qo'llash ko'rinishida bo'ladimi? Hatto shunday farazlarga yurganimda, ya'ni endi bu urushni muayyan bir Amerika uchun yakunlash uchun bir juda kuchli qashshoqli zarba berish kerak. Hatto sivilizatsiyasini yo'q qilamiz degan gaplar gapirilganda ham balki madaniy obyektlarga nisbatan aytilgandir, lekin bu yerda farazlar ham bo'lgandiki, ya'ni hozirgi urush shunda ham qoidalardan chiqib ketgan ekan. Xuddi Rossiya singari taktik yadro quroli yoki cheklangan shu yadro quroli effektini bera oladigan konvensional qurollar ham borda. O'shalarni qo'llash orqali bir psixologik shok holatiga keltirish maqsadi ham qo'llangan bo'lishi mumkin. Lekin bu fazalarga o'tish uchun muayyan bir tayyorgarlik bosqichi kerak. Bu urushni asoslash kerak. Kongressdan qo'llab-quvvatlov olish kerak va yana bir jihati bor, bu ichki qonunchiligi bilan bog'liq, kongress bilan munosabatlar bilan bog'liq, ya'ni urushga rozilik berish masalasi bor. Aynan shularni kompleks ravishda hal etish uchun ham
muayyan mana shu o'rtada otash kesim zarur bo'lishi ham mumkin. Siz nima deysiz Jahongir aka, haqiqatdan ham mana shu nima deydi otash kesimni to'xtatishga bir yaqinlashtiradigan sulh bo'ldimi yoki bir katta bir to'fon oldidan tinchlikmikan? Xo'p, men Muxtor aka, Hikmat aka aytgan fikrlari bor edi, ya'ni o'zini eng yuqori fazasidan o'tdi-da bu konflikt. Konfliktning ham o'zi cho'qqisi bo'ladi. Hozir bu nisbatan pasayish davriga kirdi. Bunga sabablardan biri, ya'ni kuch har ikki tomon, aniqroq har uchala tomon mohiyatan o'zlarining imkoniyatlarini bilib olishdi. Resurslarni bilib olishdi. Va to'g'ri, harbiy resurslar bo'yicha Qo'shma Shtatlar havoda va dengizda kuchlidir, lekin mafkuraviy jihatdan, imij jihatdan va strategik jihatdan imkoniyatlar ancha Trump o'ylaganchalik emasligi ko'rinib qoldi. Va e'tibor bersangiz, Amerikada juda katta norozilikka sabab bo'lyapti. Hikmat aka butunlay aytib o'tganlaridek, ya'ni bu yerdagi Trumpning posti, Truth Social'dagi, ya'ni o'tda nima deydi, sukunish so'zlar bilan ishlatganda, bu yerda juda qattiq rezonans berib yubordiki, demak, hozirgi vaqtda butun dunyo o'sha postni o'zini ko'rib boq, demak, dunyoga xavf solayotgan davlat bu Eron emas, Amerika Qo'shma Shtatlari ekandi degan asosiy xulosa kelib chiqyapti-da. Demak, dunyodagi xavfsizlikning asosiy tahdidi bu AQSh va Isroildan kelyapti, Erondan emas degan masalani o'zi AQShga nisbatan strategik mag'lubiyatni kafolatlaydi. Ya'ni qachon o'zi AQSh yutqazganda bo'lishdi desa, dastlabki bomba otilganda yo'q. 28-fevralda yo'q. Mohiyatan aniq edi kim g'olib yoki kim mag'lubligida. Faqat Eronni xalqini jipsiligi masalasigina talab qilinardi xalosda Eron tomonidan. Hatto tirik qalqon bo'lib ko'chalarga chiqishdi-ku. Ha, bu holatlarni ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni amerikaliklar buni albatta baholab, ular Trump o'rtacha amerikalik o'zi urushni xohlamaydi. Amerikaliklar uchun birinchi o'rinda o'sha benzokolonkadagi benzinning narxida avtomobilga qo'yiladiganda birlamchi prioritetda. Ular hozir buni ustiga Trump o'zining asosiy o'zini fikri ko'p ishlatadiku, ko'zirdan ayrilib qoldi. Ya'ni doim fikrida nima deydi? Man prezident bo'lganimda bu urush bo'lmasdi deb Rossiya Ukraina urushini bot-bot aytadi-ku. Lekin Bayden urushni boshlamagandiku. Putin boshlagandiku. Endi hozir bo'lsa urushni kim boshlaydi degan savol bor. Eron urushi. Trump boshladi-ku degan savol. Masalan, yuzaga keltiradi. Ya'ni tinchlik kafolatchisi, doimiy tinchlik beruvchisi degan maqomga erisha olmasligini mohiyatan Trump ko'rsatdi. Endi ikkinchi o'rinda bu muzokaralarning davomi holatda aytishimiz mumkinki, har ikki tomon ham mag'lub holatda chiqmaslikka harakat qiladi. Kurash endi diplomatik stollarga o'tdi-da. Frontdan endi askarni ishi to'xtab turadi. Endi diplomat ishi boshlanadi. Xuddi Aron aytgandek, xalqaro munosabatlar bu diplomat va askar ishi deb atagandekda. Demak, bu yerdagi muzokaralardagi asosiy masala hozir Eronni qo'ygan 10 ta talaba bor-ku. Ularni masalan e'tibor bersangiz, Hormuz bo'g'ozi bo'yicha yig'im olish huquqini olish Eronga yoki AQShning mintaqadan chiqib ketishi va Eronga qo'yilgan sanksiyalarning bekor qilinishi BMT xavfsizlik kengashida. Bu talablarning har biridan bittasini qabul qilsa ham Amerika mag'lubiyatga uchraganligi mohiyatan ma'lumdir. Chunki bu shartlardan ancha yengilroq, ya'ni Eronga ko'proq bosim qiladigan Qo'shma Shtatlarga imkoniyati bor. 2015-yilda Obama erishgandi. Ko'p tomonlama shartnoma bor edi Eron yadro dasturi bo'yicha. Unga ko'ra Eron yadro dasturidan kamaytirib boradi. Xalqaro energetika agentliklarining vakillarini kirgizadi o'zida. Buni evaziga, ya'ni voz kechish evaziga sekin-asta sanksiyalar yumshab boradi degan masala deydi. Urushsiz erishgandi-da. Obama bunda ittifoqchilarga tayingandi. Germaniyaga, Britaniyaga, Fransiyaga, Yevropa ittifoqiga. Kerak bo'lsa Rossiya ham bunda boradi 2015-yilda. Qrimda janjal bo'lyapti, lekin bu masalada ular bitta edi-da, ularda kelishuv masalasida, chunki dunyoda yadroviy masalalar taxtga xushyor bo'lishimiz kerak. O'sha shartnoma tuzilgan kuni Netanyahu chiqib dodvoy solgandi efirda. Bu eng yomon kun bo'ldi, tarixiy jihatdan bu eng katta xato, buni to'g'rilash kerak degan gaplar juda kuchli yangragandi-da. Va hozirgi agar o'sha shartnoma shartlaridan biroz kamroq shartga erishsa ham Trump mohiyatan yutqazgan bo'ladi. Chunki u shartnomada 2018-yilda o'zi chiqib ketdi Trump. Bu o'zi urushni boshladi. Obama o'q uzmasdan erishgan shartnoma shartlarini Trump taxminan 100 milliard dollardan ortiq xarajat qilib ham erisha olmasligi uni mohiyatan mag'lubiyatini anglatadi. Shuning uchun ham yuzni yo'qotmaslikka harakat qiladi
va lekin bir narsa aniq bo'lyapti muzokaralarda, Hormuz bo'g'ozi Eron uchun katta strategik qurol kuch ekanligini ko'rsatdi va e'tibor bersangiz, mana oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, masalan, bu chorshanba kuni, ya'ni 8-aprel tongidagi ma'lumotlarga qaraganda 6 soat o'tganidan keyin ham deyilyapti xalqaro nashrlarda. Hali birorta kema o'tgani yo'q Hormuz bo'g'ozidan deyapti. Chunki ular Trampning va'dalariga ishonmay qo'yishgan ikkinchidan. Endi ularga birinchi o'rinda nimani kutishadi? Sug'urta kompaniyalarining xabarlari kerak. Chunki har bitta kema safarini sug'urtalaydi-yu. Masalan, $100 million tovar olib ketayotgan bo'lsa, $1 million beraveradi. Chunki shu orqali kemadan ayrilib qolsa, juda katta zarar-ku unga. Sug'urta kompaniyalari shoshmasdan turadi, chunki endi ular ishonishmayapti. Avval bo'lsin-chi deyishyapti-da. Ya'ni sug'urtalar narxi oshadi. Sug'urta narxi oshadi bu holat. Ya'ni ko'p. Lekin neft narxini pasayishi 13% ga pasayibdi-da. Chorshanba tongining o'zida 13% ga, boshqa anonlar bo'lsa, mazut bo'lsa 17% ga ancha-muncha pasayish bo'ldi. Bu narsa, ya'ni Tramp uchun dastlabki yutuqlar avvalo. Ya'ni elektorat sal pasayadi-da bu holat. Lekin bir narsa aniq, endi diplomatik kurashda Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasi ilgarigidek kuchli bo'lmaydi. Chunki endi u Yevropasiz. Yevropa ittifoqini, Britaniyaning ham pozitsiyasi boshqacha. Ikkinchidan, arab davlatlarining ham endi Amerika qudratiga bo'lgan ishonchi pasaydi. Mana shularning hammasi Tramp urushdan oldingi holatidan ko'ra kuchsiz holatga tushganini yaqqol ko'rsatadi jamoatchilikda. Bu Eronning yutuqlari sifatida ko'rsatish mumkin, lekin bundan keyingi urush harakatlarining yana qayta boshlanishi bu ko'proq Netanyahu manfaatlariga mos keladi, chunki nima yaqin qoldi? Ya'ni Trampni asabiylashtirgan masala ham shu edi. Jahon chempionati bilan 250 yillik mustaqillik kuni. Ya'ni ikkita bayram kutyapti-da. Bunaqa bayramlarda urush emas, qaydanga tinchlik kerak vaqtida. Shuning uchun ham Trampning imkoniyatlari ham pastroq. Shuning uchun ham Eron diplomatiyasi buni ham hisobga oladi. Ya'ni aynan shu jarayonlarda Islomoboddagi muzokaralarda Eron pozitsiyasi 28-fevraldan ko'ra ancha mustahkamroq bo'lish ehtimoli baland. Tushunarli. Hikmat aka, sizga so'z berishdan oldin bitta narsani tomoshabinlarimizga e'lon qilib qo'ymoqchi edim. Bizda internet bilan bog'liq muammolar bo'lyapti, shuning uchun efir qotyapti. Ammo biz efirni nima deydi, yozib olyapmiz va mana shu yozib olingan efirni keyinchalik e'lon qilamiz Daryo platformasida. Xo'p, Hikmatilla aka, mana hozir ma'lumotlar chiqdi. Xitoy va Pokiston mana shu Eronni ko'ndirish masalasida bir qancha harakatlar qilgan va mana 10-aprel kuni Islomobodda muzokaralar bo'lib o'tishi aytilyapti. Va mana shu muzokaralarda tomonlarning pozitsiyasi qanday va agar endi baribir Eron xavfsizlik kafolatini so'rayapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Xavfsizlik kafolatini haqiqatdan Amerika Qo'shma Shtatlar beradimi? Endi qarang, mana berilgan shartlarni aksariyat qismi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qabul qilinmasligi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda Eron tomonidan qo'yilayotgan o'sha shartlar, muzokara shartlari baribir mana shu 10-aprelda bo'ladigan muhokamalarda asosiy kun tartibidagi asosiy masala bo'ladi. Taxminan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu Eron tomonidan qo'yilayotgan mana bu shartlarni bir 60% ni bajaradi. Yani umuman bajarmaydigan qismlari ham bor. Masalan, o'sha mintaqada AQSh harbiylarini olib chiqib kelish masalasi. Aslida olganda men o'ylaymanki, AQSh mana shu urushni to'xtatishdagi yana bitta sabablardan bittasi arab davlatlarini bosimi ham bo'lishi mumkin yoki arab davlatlaridagi oxirgi paytlarda bo'lgan voqealar. Ya'ni mana hatto o'sha Zelenskiy kelib, masalani himoya qilaman deb ketdi-da, qo'polroq qilib aytganda shunaqada, yoki o'sha iyundagi urushdan keyin Pokiston bilan o'sha Saudiya Arabistoni yaqinlashuvi, ya'ni arab davlatlari buni o'ylashdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari bizlarni himoya qila olmas ekan. Va hattoki AQSh o'zida ham shunaqa holat bo'ldiki, ya'ni AQSh o'zi ham shu narsaga xavotirdaki, hozir agar ertaga arab davlatlari bizni o'rnimizga boshqa davlat tanlasa-chi. Mana masalan, Ukraina dronlar masalasi yordam bermoqchi, ya'ni Eron dronlarni qaytarmoqchi, Pokiston boshqa masalada yordam bermoqchi yoki unga boshqa davlatlar qo'shilishi mumkin. Ertaga masalan Rossiya yoki Xitoy manfaatlari, harbiy siyosiy manfaatlari kirib kelmaydi mintaqaga. Chunki alternativa bor arab davlatlarida. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari himoya qila olmadimi? Boshqa davlatlar bor. Ya'ni arab davlatlari mana shu urushni maksimal darajada tezroq tugatish kerak edi ularga.
chunki ularga iqtisodiy jihatdan juda katta zarar va ulardagi o'sha global peace indeksi bor, mana shunday ularning o'rni juda yuqori, tinch davlatlar hisoblanadi. Ularni xalqaro imiji, mana shu Qatar diplomatiya markazi ekanligi, mana oxirgi paytlarda Saudiya Arabistoni sport yoki boshqa tadbirlarda asosiy o'sha davlatga aylanib qolgan. Qatarda qancha Osiyo bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tdi. Yoki mana Qatarda o'sha finalistima bo'lishi kerak edi. Bu ham katta voqelik-ku, ya'ni o'sha Argentina bilan Ispaniyaning uchrashuvi yoki mana yaqinda Formula 1 Saudiya Arabistonida qoldirilgan o'sha taxminan mana shuni atrofidagi voqealardan Saudiya 10 milliard dollarga yaqin zarar ko'rgan. Chunki Formula 1 u juda katta turistlar oqimini keltirib chiqaradi. Bitta qiziq anaqa bo'lganda o'zim guvoh bo'lgan, faqat Saudiyada emas, boshqa davlat. Ya'ni Bakuga borganimda, so'raganimda qaysi faslda Bakuga eng ko'p odamlar keladi deganda Formula 1 bo'lgan payti deyishdi. Eng ko'p, ya'ni o'sha fasldagi emas, bitta mana shu voqea mamlakatga juda katta miqdorda turistlar oqimini kirib kelishiga sabab bo'ladi. To'g'ri, hozir Saudiya turizmdan daromad ko'radi, lekin bu ziyorat turizmida. Formula 1da esa butun dunyodan odamlar keladi. Bu Saudiyaga ma'lum bir ma'noda taxminan hisob kitob qilishgan ekan 10 milliard dollarga yaqin zarar keltirgan. Bu ham Saudiya Arabistoni yoki boshqa davlatlarga jiddiy ogohlantirishda, ertaga ularni investitsiya miqdori, ya'ni investitsiya sohasidagi ularni aloqalari, investorlar ham o'zi cho'chib qolganda. Yana bitta narsa, mana oxirgi mana Twitterda ayrim arab davlatlarida yirik o'sha hokimiyatda bo'lmagan oila vakillari bor, katta investorlar, boylar, shayxlar. O'shalar oxirgi paytda Twitterda yoza boshlash, ayniqsa mana shu Erondagi ya'ni fuqarolik infratuzilmasiga ko'prikni o'sha portlatilishidan keyin. Ya'ni yozish boshlashdiki o'sha yirik oila vakillari, o'sha arab davlatlaridagi. Bu noto'g'ri narsa ekanligi va ularning hukumati ham yoki Qatar yoki Saudiya Arabistoni hukumati bu narsaga qo'shilmasligi, ertaga xuddi shu narsa ularning boshiga tushishi ham mumkin edi. Mana masalan o'sha boya Saudiya haqida gapirdik-ku. Saudiyada zulmat bo'ladi dedi Eron. Trampga mana bu sivilizatsiya haqidagi tahdididan keyin. Bu degani o'sha Saudiyadagi mavjud bo'lgan energetika infratuzilmasini Eron yo'q qilmoqchi edi-da. Zarba berdi ham. Zarba beradi. Yana bitta masala bordiki, xo'p mana ikkita tomon urushdi, ya'ni Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlar, Eron o'zini maksimal imkoniyatlarini ko'rsatdi, urushda biz ko'rdik, ular nimalarga qodir ekanligi. Lekin Eronda hali zaxiralar turgandi. To'g'ri, uni ballistik raketalarni ishlatishdi, lekin Eronda o'sha Xurramshahar degan bor, Sijil bor, ya'ni Shahab degan bor. Ya'ni gipertovushli raketalarning juda katta arsenal turibdi. Chunki ulardan hali foydalangan yo'q. Ertaga agar ulardan foydalanib, ular asl Isroilga olib qo'ygandi ularni. Ertaga arab davlatlariga foydalanadigan bo'lsa, bu arab davlatlarining o'zida ham juda katta norozilik keltirib chiqaradi-da. Ya'ni men ko'proq o'ylayman, mana shu muzokaralarda Eronga Xitoy bosim qilgan bo'lsa, ya'ni Xitoy tezroq muzokara shartlarga rozi bo'l degan bo'lsa, Trampga arab davlatlari bosim qilishgan. Tezroq mana shu urush harakatlarini to'xtatish. Ya'ni har bir mana shu davom etayotgan urush arab davlatlariga zarar edi. Mana kuni kecha arab davlatlari neft qazib chiqarish hajmini pasaytirdi, ya'ni kamaytirishdi. Nimaga? Chunki neft qazib olgandan keyin uni eksport qilish kerak, chiqarish kerak. To'planib qolgan, ya'ni o'sha rezervuarlarda neftlar to'planib qoldi va ularni sotish imkoniyati bo'lmadi. Va ularning ko'pchiligida asosiy daromad manbai neft bo'lgandan keyin uni yo'l yopilishi, Hormuz bo'g'ozining yopilishi va mana shu sulh shartlarining eng muhim anaqasi Hormuz bo'g'ozi ochilgan payt mana bu sulh kuchga kiradi deyildi AQSh tomonidan. Va o'z-o'zidan men o'ylaymanki, Xitoy va arab davlatlari Eron va Amerika Qo'shma Shtatlarini mana bunga majbur qilishdi baribir kelishuvga. Faqat bu yoqda Isroil qurbon bo'lib ketdi-da. Hech qanaqa maqsadlarga erisha olmadi. Endi bunga sabab Isroilning o'zi aslida bu urushdan manfaatdor edi-da, ya'ni kimdir yutqazish kerak edi va unda kuchsizroq bo'lgan taraf, ya'ni AQSh ham majbur o'zini tanladi-da. Chunki siyosatshunoslikda avvalo o'z manfaati yo'lida harakat bo'ladi-da, boshqa davlat poytaxti muqaddas bo'lmaydi, o'zini poytaxti muqaddas bo'ladi. Men shu narsaga yaqqol ko'rdim. Yana bitta masala o'sha boya Muxtor aka boshlagan Xitoy bilan bog'liq masala. May oyida uchrashuv bo'lish kerak, demak, Si Zinpin va Tramp. Va odatda bilamiz, mana shu davlat rahbarlari uchrashuvidan taxminan 20-15 yoki 1 oy oldin tashqi ishlar vazirlari o'zaro kun tartibini kelishib olishadi. Men aprel oyini, demak, o'sha oxirgi kunlarda, ya'ni o'sha 20-atroflarda, 20-chislar atrofida Amerika Qo'shma Shtatlar davlat kotibi va Xitoy tashqi ishlar vaziri mana shu
masalada o'zaro kelishib olishlari kerak edi. Ya'ni kun tartibi nimalarni muhokama qilamiz. Bu ham muhim. Yana bitta sababi noyabr oyida AQShda saylovlar bo'ladigan bo'lsa, taxminan saylovdan 5-6 oy oldin saylov kampaniyasi boshlanadi. Ya'ni may oyi, iyun oyida AQShda ham mana shu kongressga bo'lgan saylovlarda saylovoldi jarayonlari boshlanadi. Bu yoqda urush davom etadigan bo'lsa, bu albatta respublikachilarni kongressdagi pozitsiyasiga juda salbiy ta'sir qiladi. Hop, ular dasturga nimani kiritadi? Masalanda, ya'ni masalanda o'zlari boshlagan urushni o'zlari tugatish. Ya'ni o'zlari mana shu urushlar davom ettirayotgan bo'lsa, ularga salbiy ta'sir qiladi-yu. Ularning saylov kampaniyasini qanaqa olib boradi ular? Bu yoqda norozilik bo'lib tursa, bu yoqda urush harakatida normal holatda, normal saylov kampaniyasini olib borish iloji yo'q-ku. Bu ham ta'sir qiladi. Bizni saylanglar, biz o'zimiz boshlagan urushni to'xtatamiz degan. Demokratlar chunki bundan foydalanishi mumkin-da. Mana biz respublikachilar boshlagan urushni biz to'xtatamiz. Nazarimda AQShdagi saylovchilarga urushni boshlanishi yakuni ham muhim, lekin asosiysi narxlar bo'lsa kerak. Ya'ni Venesuelaga bosim o'tkazish yoki Kubani qandaydir avval nazoratga olishlik, xuddi Venesuela ssenariysini takrorlash orqali ham qandaydir kompensatsiya berish mumkin, lekin bu ham hozir urushni boshlab qo'yib o'zi yo'q qilmoqchi bo'lgan rejim bilan endi muloqotga kirishayotganini o'zi bu mag'lubiyatni ko'rsatadi-da. U kimni shartlari bilan muzokara o'tkazayotgani ikkinchi daraja. Va endi u kelishishga majbur bo'ladigan pozitsiyaga tushib qolgani. Endi uni AQSh jamoatchiligi balkim Eron qayerdaligini u qadar yaxshi bilmas. Lekin mana bu neft narxi, oziq-ovqat narxi va u asosiy va'da bergan sohalarda Amerikada iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir ko'rsatishni boshlayotgani bu Trampni ko'proq xavotirga soladi va Tramp avvalgidek shunday bir tasavvur bor edi, Tramp nimaga qo'l ursa, murakkab bo'lsa ham vaziyatdan chiqib keta oladi degan. Hozirgi holatda nazarimda bu vaziyatdan chiqa olmaydigan holatda-da. Ya'ni qaysi bir qadam tashlasa mag'lubiyat bo'ladi va uni aksiga olib Eron tomoni qo'ygan takliflari o'ta ham qat'iydi. Ya'ni ular uchun bir yo'l qoldirmagandek. Ya'ni shu shartlar bo'yicha kelishadigan bo'lsa, uni o'zini kun tartibini o'tkaza olmadimi? Demakki, bu yerda urushdan avvalgi holatdan ham yomonroq bo'lgan holat bilan chiqib ketadi. Ya'ni bu Hormuz bo'g'ozi avvalgi tiklanmasligi mumkin. Mana hozir bir ma'lumotlar chiqdi-ku, ya'ni 3 xil rejimda ishlaydi. Ya'ni do'st ittifoqdosh mamlakatlar uchun ochiq va bu mojaroga to'g'ri qatnashmagan mamlakatlar uchun muayyan bir badal evaziga va urushga daxldor bo'lgan mamlakatlarga umuman to'liq yopiq. Ana shu rejimni qandaydir qaysidir ma'noda legitimlashtirish holati ham bo'lishi mumkin bu muzokaralar. Shuning uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Amerikaning investitsiyalari uchun kafolatlar hozir juda ham kamayib ketgan. Ya'ni bu ishonch bilan bog'liq kafolatlar. Masalan, Yaqin Sharq mintaqasiga investitsiya $2 trillion oshiq bo'lgan investitsiya haqida gap ketgan edi avvalgi tashrifda. Bu hozirgi noaniqlik holatda uni qanday qilib realizatsiya qilish mumkin? Ya'ni asosiy kapital neftdan keladigan bo'lsa, neftni eksport qila olmasa va uni boshqaruvi xuddi o'sha shisha idishni qopqog'i Eronning qo'lida, bu yoqda katta bir rezervuar to'planib turibdi. U qopqoq kim ochadi, qanday yopadi? Eronning qo'lida-da. Shuning uchun ham bunday holatda vaziyatni aksincha yomonlashtirgan holat davlat sifatida saqlanib qoladi va buni nazarimda endi harbiy mojaro bilan, qandaydir harbiy muvaffaqiyat bilan vaziyatni o'zgartira olmasligi oydinlashib qoldi. Tushunarli. Muxtor aka, bitta savol berib ketsam-da shu o'rinda. Mana misol uchun Isroil Eron rahbariyatidan ko'pchilikni o'ldirdi. Misol uchun o'sha mashhur diplomatlardan Kamol Haroziyni o'ldirilgani, bo'lmasam xavfsizlik boshqarmasi boshlig'ini yoki juda ko'p rahbarlarni o'ldirdi. Va mana shu rahbarlar aynan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan sulh masalalarini, kelishish masalalarini, muzokaralar olib borayotgan insonlar edi-da. Bir Isroil ham mana shu nima deydi, Eron hukumatini vakillarini balki Amerika bilan bir muzokaralar izdan chiqarish uchun qilganmikin, mana shunaqangi bir. Bu yerda bir narsa borki, mana hozir ko'plab o'ldirilgan shaxslarga qaraydigan bo'lsak, ular u yoki bu ko'rinishda Islom muhofizlari korpusiga daxldor shaxslar. Va bu harbiy insonlar. Islom muhofizlari korpusi terroristik tashkilot deb e'lon qilingan va hatto Yevropa ittifoqi ham oxirgi yillarda qo'shilgan. Shuning uchun ham buni qaysidir ma'noda oqlash mumkin. Ya'ni ular siyosiy shaxs emas, aksincha bu o'sha
terrorchi tuzilmani vakillari sifatida oqlash mumkin. Lekin bu urushning allaqachon bir konvensional emas, ya'ni urush qoidalariga asoslanmagan bir urushga o'tib ketgani va nima vositalar bo'lsa ham o'sha qo'yilgan maqsadga erishish birinchi planga chiqqanligi ham bu urushni avvalo nolegitimga keltirib bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining qudratini bu yerda namoyon qila olmadi. Ya'ni namoyon qilish xuddi Venesueladek harbiy nuqtai nazardan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri to'qnashuv bo'lgani yo'q va asosan aynan ojiz qoldirishga, siyosiy hukumatni yo'q qilishga harakat qildi va bu bilan xavfli pretsedent hosil qilib bo'ldida. Va endi urushdan keyin agar biror bir mana shunday shaxslarga nisbatan hujum bo'ladigan bo'lsa, raket zarbasi bo'ladigan bo'lsa, bu nafaqat Eron, balki boshqa mintaqani yetakchilariga nisbatan bu xuddi normal holatda qabul qilinishi mumkin. Ya'ni zarba beradi, keyin e'lon chiqarib qo'yadi, ya'ni bu aslida bunday inson edi, bu bilan mana bu maqsadga erishdi. Va shunisi bilan bu yerda xavfli. Shuning uchun muzokaralarni tomonlar o'rtasida uzoq vaqt bo'lmayotgan sababi o'rtada ishonch yo'q. Ya'ni ishonchni buzgan tomon shartlarni tez o'zgartirayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari. Qaysi shartlar bilan kelishaman desa, bu shartlar muhokama qilinayotgan paytda Amerika hujum boshlamasligiga kafolat yo'qdi. Mana hozir ham mana shu yerda muhokama qilib otash kesimni to'laqonli 2 hafta ishlashiga ham 100% kafolat yo'qdi. Hozirgi kelishuv undan oldingi kelishuvlarga o'xshaydi. Ya'ni iqtisodiy ko'rsatkichlar, jahon iqtisodiyotining beqarorlashuvi unga xuddi spekulativ ta'sir ko'rsatish vositasiga o'xshab ketadi. Narx-navoni pasaytirish yoki o'sha joyga katta pul tikkan mamlakatlar va arab mamlakatlariga infratuzilmalar bor. Masalan, Saudiya 2030 bor, Neom degan loyihalar bor. Bilmayman, Neom balkim unutilib ham ketishi shekilli. Shunga o'xshash loyihalar bor. Bu loyihalar atrofida juda katta milliardlab pullar aylanadi. Birgina mana shu mojaroning tezkor hal bo'lmayotganligi o'sha mojaro loyihalarning kechiktirilishiga, uning qiymati yildan-yilga oshishiga xizmat qiladi. Va bu Amerika Qo'shma Shtatlariga ya'ni avvalgi tiklab bo'lmaydigan darajada iqtisodiy va reputatsiya tarafidan zarba bo'lib xizmat qiladi. Endi masala shundan iboratki, demak potensial bu mintaqada kuchlar raqobati uchun Amerika sharoit yaratib beryapti. Ya'ni bo'shliq paydo bo'lyapti. Faqat Amerika Qo'shma Shtatlari singari riskka bora oladigan va iqtisodiy imkoniyatlar bilan harbiy imkoniyatlari baravar rivojlangan mamlakat bu yerda hozircha ko'rinmayotganligi hozir Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'l kelyapti. Agar shunday muqobil mamlakat bo'lganda edi, masalan, Xitoyni ko'p tilga olinadi. Xitoy o'sha strategik nuqtai nazardan ikkilanishlardan, xavotirlardan qochib dadil bir aktor sifatida kirganda edi, bu Amerika Qo'shma Shtatlariga birmuncha vaziyat yanada og'irroq bo'lgan bo'lardi. Tushunarli. Jahongir aka, mana kuni kecha bir xabarlar chiqdi. Eron oliy rahbari Mujtaba Xumaneyni bir hushsiz holatda ekanligi va mana shu Eron oliy rahbariyatidagi mana shunaqangi bir yo'qotish Erondagi ichki siyosiy muvozanat va hokimiyat tizimiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Xo'p, avvalo Mujtaba Xumaneyning rahbar etib saylanishi ham bu ko'proq uni Xumaney familiyasi ekanligi bilan bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni Oyatulloh Ali Xumaney o'ldirildi, Mujtaba Xumaney chiqdi. Ya'ni bu kurash ramzi. Ya'ni shu familiyani atrofida birlik uchun. Ya'ni ko'pincha bo'ladi-ku, ya'ni urushlarda kimning atrofidadir birlashish g'oyasida. Shuning uchun bir ramz edi-da, simbol edi. Lekin bu holatda hozirgi holatda Mujtaba Xumaneyning o'sha avvalo u bo'lgan, ya'ni uni otasi, turmush o'rtog'i, jiyanlari halok bo'lgan o'sha raketa zarbasida o'sha og'ir yaralangan bo'lish ehtimoli juda baland. Ba'zi manbalar hatto uni urgan bo'lish ehtimoli ham balandligi to'g'risida yozishmoqda-da. Lekin bir narsa aniqki, endi Eron hozir Mujtaba Xumaneyni o'limini ham nisbatan sabot bilan qabul qila oladigan holatga keldi. Ya'ni Eron endi bu shaxsga bog'liq emas. Eron bu tizimga bog'liq. Va eronliklarning o'ziga bo'lgan ishonchi keskin ortdi. Ya'ni biz eng asosiy dunyo davlati bo'lgan, ya'ni gemoni bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qarshi kurasha olar ekanmiz degan ishonch bu ularga masalan har qanday insonni o'limini, Erondagi oliy rahbarlar o'limiga nisbatan bosiqlik bilan munosabat bo'ldi. To'g'ri, bu og'ir judolik. Lekin
biz boshqa hayot davom etadi va biz boshqa liderlar atrofida ham kurasha olamiz. Gap liderda emas, gap Eronni o'zida degan tizimda ekan tushunchani kuchaytiradi. Ikkinchidan bo'lsa, Isroilning boyagi savolga ham qo'shimcha javob berib o'tmoqchi edim. Ya'ni Isroilning Eron oliy diplomatik rahbarlariga bergan zarbalarida bundan oldin bir qancha rahbarlarni o'ldirgandi. Birinchidan Muxtor akaning fikriga qo'shilaman. Oliy rahbarlarni o'ldirishi bu pretsedent bo'lib, bu Isroilning o'ziga ham, shuningdek Qo'shma Shtatlarning o'ziga ham ishlatilishi mumkin-da. Chunki kuch bir nisbiy tushuncha. Masalan, 65-yilda hech kim Singapurda bu darajaga chiqishni kutmagandi-ku, to'g'rimi? Masalan, Malayziya ham rozi bo'lganda, bu juda og'ir hudud, o'zi mustaqil bo'laversin deb ruxsat ham bergandi-da, lekin qaysi darajaga chiqdi to'g'risida? Ya'ni kuchlar muvozanati o'zgarib ketib, AQShning o'ziga ham nisbatan bu holatlar bo'lishi ehtimoli baland. Bu juda katta yomon riskka bordi. Shuning uchun ham bu Amerikani siyosiy doiralarida qoralanmoqda endi harakat. Ikkinchidan bo'lsa, Isroilning bu harakatlar nimani ko'rsatadi yoki mana Dohada ham Hamas lideri nimaga muzokaraga borganda zarba bergandi-ku, to'g'rimi? Bu zarbalar o'ziga yarasha Isroilning bu tinchlikdan manfaatdor emasligini, ya'ni Netanyahu hukumati faqat urush evazigina saqlab qolishni xohlaydi va o'zini saqlash uchun tinchlik imzolanishi mumkin bo'lgan jarayonga xalaqit berish. Bu boradagi asosiy yetakchilar, o'z so'zi borlar, kerak bo'lsa Eron rahbariyati ham biz kelishuv imzolasak bo'ladi degan moqchi bo'lgan odamlarga ham yo'q qilish orqali Eron jamiyatini ham urushga ko'proq jalb etishdan bo'lgan manfaatni ko'ramizda. Va Isroil bu yerda bitta narsaga erishdi, bu urushda yaxshi bir erishgan joylardan, erishgan natijalardan biri uchun. Isroilga to'liq qarshi bo'lgan tuzumni mohiyatan saqlab qoldida. Bu orqali o'ta o'nglarni yana hokimiyatga kelish ehtimolini kuchaytiradi. Chunki ya'ni Isroilni masalan Erondan olib turib, mayli xalqaro huquq bo'yicha fikrlashamiz, biz uni davlat sifatida olamiz deganida, ya'ni o'ta o'nglarni Netanyahuga o'xshagan, Itamar Ben-Gvirga o'xshagan yoki Smotrichga o'xshaganlarning hokimiyatga kelish ehtimoli past bo'lardi. Ya'ni biz nima uchun sizni saylaymiz desa, bizni Eronga qarshi Eron biz tan oladi-ku, yapti-ku degan masalada ular chiqa olmasdi, ovoz to'play olmasdi. Ko'proq sotsialistlar, liberallar, yashillar, shu kabi partiyalar chiqish ehtimoli bor edi. Shuning uchun bu o'zini saqlab qolgani bilan bog'liq. Keyin ikkinchi yana bir bu yerdagi diplomatik jihatdan bu holatlar qaysidir ma'noda Isroilning bu qadamlari tovonini AQSh to'layotgani bu dunyodagi tartibotga ham qattiq ta'sir qildi. Ya'ni endi AQSh 1945-yildan beri mavjud bo'lgan xalqaro tartibotning kafolati sifatidagi rolidan ayrilib qolish ehtimoli oshib boryapti-da. Bir narsa aniqki, hozirgi holatda AQSh gegemonligi rad etilib, ya'ni tobora pasayib boryapti. Lekin bu tartibotni to'laqonli o'z bo'yniga oladigan davlat yoki kuch yo'q. Masalan, Xitoy istamaydi iqtisodiy, chunki bu xarajatda. Bu masalan qaysidir ikkita ittifoqchidan birini tanlashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Masalan, ikkitasi qarama-qarshi qolsa, Turkiya bilan Isroil qarshi chiqib qolsa, qaysidir birini tanlashga to'g'ri kelib qolishi mumkin-ku. Bu yerda ikki tarafga ham zarar qolishi. Shuning uchun ham Xitoy bo'lsa bunday juda katta risklardan tiyilishga harakat qiluvchi davlatda. Hozirgi jarayonlar lekin aytganimdek Xitoyning manfaatlariga katta rol o'ynaydi degan ma'nodaman. Ya'ni 49-yilga ko'p narsa bog'liqda. Ha, o'sha yil bilan bog'liq bo'lsa kerak. Hozir bu savolga men kichik qo'shimcha qilmoqchiman agar joiz bo'lsa. Ya'ni Mojtaba Xomanaiy bu qarshilik ramzi edi-da. Familiya ham qarshilik ramzi va muayyan davr siyosiy tranzitni amalga oshirishda hokimiyatni parchalashni oldini oluvchi figura edi. Va u nazarimda shu funksiyani muvaffaqiyatli ravishda bajardi. U hushidan emasmi? Hattoki shu xabarlarni chiqayotganligi o'zi ham, ya'ni balkim bu Eronda siyosiy tarqoqlik uchun emas, ya'ni bo'lajak shu tranzitga tayyorgarlik ko'rish, ya'ni vafot etsa nima bo'ladi? Demak, hokimiyatda aynan shu legitim markaz kerak. Qarorlarni qabul qiladigan, mas'uliyat oladigan yoki uning nomidan ish yuritiladigan. Aynan shu jarayonga tayyorgarlik uchun jamoatchilik fikrini tayyorlash bosqichi ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi tarafdan esa Jahongir aka aytgan fikrlarga qo'shilaman. Ya'ni urush eskalatsiya davridan o'tib bo'lgan ekan, endi urushga Eronni jamiyatda ham ma'nan, ham moddiy, ham harbiy tarafidan tayyorgarlik ko'rib bo'lgan ekan, endi hokimiyatni bir maromda haligi faqat familiyasiga qarab emas, aynan o'sha aynan haqli bo'lgan yoki shu paytda urush yuzaga keltirgan shaxslar bor. Ya'ni urush ham shaxslarni yuzaga keltiradi. Shular atrofida balkim yangi bir siyosiy harakatlar boshlanishi mumkin. Sababi
avvalgi shu suhbatlarda ham aytgan edik, ya'ni bu urush Eronni o'zini ham transformatsiya qilyapti-da. Ya'ni muayyan darajada u tashqi dunyo bilan ochilishligi uni o'zida ham sekularizm tomon qadam tashlashga majbur qiladi. Aynan shu nuqtai nazardan hokimiyat o'zida ham bir siyosiy bir o'zgarishlar, aynan urushdan keyingi o'zgarishlarni boshlanishi ham Mojtaba Xumayniydan keyin yoki undan shu fonda amalga oshadigan siyosiy tranzitga bog'liq deb o'ylayman. Eronda baribir shaxslarning o'ldirilishi Erondagi siyosiy tizimga baribir ta'sir juda ham kam bo'ladi-da. Chunki Eronda masalan shartli ravishda hokimiyatni 4 ta qismga bo'lish mumkin-da. Ya'ni eng yuqorida oliy rahnamoy turadi, u tashqi siyosatdagi eng muhim strategik qarorlarni qabul qiladi va uni qo'lida adliya tizimi ham bor, ya'ni sud huquq tizimi ham oliy rahnamoyning qo'lida. Ikkinchi bo'g'inda Eronning harbiylar, ya'ni Eron islom inqilobi qo'riqchilari, ular iqtisodiy masala, ya'ni masalan neft konlarini ular nazorat qilishadi, neft bilan bog'liq masalalar. Undan tashqari ular o'sha Yaqin Sharq mintaqasiga ham ular javob berishadi, ya'ni Hizbulloh bilan Hamas, Husitlar, umuman o'sha Suriya, mana shu mintaqadagi barcha operatsiyalar bo'ladimi, mintaqadagi barcha jarayonlar ularning qo'lida. Uchinchisi bu o'sha ijro bilan bog'liq, ko'p prezident, Eronni prezidentlik respublikalardagi bosh vazirga o'xshaydi-da. Ko'proq o'sha hukumat ichki siyosat bilan shug'ullanadi. Yoki o'sha davlat tashriflarini amalga oshiradi mamlakat nomida. Ya'ni ko'proq uning funksiyasi bosh vazir, ya'ni bu uchinchi bo'g'in. Endi 4-chi bo'g'in bu o'sha ekspertlar kengashi deymiz, ulamolar ekspertlar kengashi. Ularni biz masalan bizdagi konstitutsiyaviy sudga ham o'xshatish mumkinki, ya'ni uni qo'lida nima bor? Uni qo'lida o'sha bizdagi konstitutsiya sud vakolatlaridagi qonunlar masalasi va plus ularning qo'lida yana bitta masala bor, o'sha prezident masalasi. Ya'ni ekspertlar kengashi prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazadi. Mana bir esingizda bo'lsa, oxirgi saylovlarda Ahmadinejod nomzodini topshirmoqchi edi, arizasini qabul qilishmadi. Ya'ni ariza topshirdi, aniqroq uni nomzodlikka o'tkazishmadi. Ya'ni hokimiyatda 4 ta mana shu qismga bo'lingani, ya'ni bitta odamning qo'lida to'planmaganda baribir bitta shaxsni o'ldiradigan bo'lsangiz, Eronda bu deyarli hech narsani hal qilmaydi. Chunki Eronda baribir mana shu tizimli borda, har bitta o'zini javob beradigan sohalari bor. Masalan, ekspertlar kengashining o'zini, oliy rahnamoning o'zini masalasi bor, harbiylarning o'zi, ya'ni o'zi Eronda diniy va harbiy siyosiy elita boshqaradi, ma'lum bir ma'no. Ya'ni даже 3 ga ham bo'lsa bo'lar ekan. Ya'ni diniy rahnamolar, harbiylar va siyosatchilar, ya'ni diplomatlar, siyosatchilar. Shuning uchun ham Eronda ma'lum bir shaxslarni o'ldirilishi yoki vafot etishi bu mamlakatdagi siyosiy tizimni izdan chiqarmaydi. Yana davom etaveradi. Uni o'ldirsa, uniga boshqasini qo'yishadi. Ya'ni oldindan o'zlari aytishdi-ku, biz har bir lavozimga kamida 5 ta, 10 ta, 15 tagacha o'rinbosar tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni ma'lum bir muzokaralardagi muhim shaxslarning o'ldirilishi, boshqa narsalar ularga ta'sir qilmaydi. Men o'ylayman, oxirgi 10 yil ichida Eron uchun eng katta yo'qotish o'sha Qosim Sulaymoniy. Xumayniy yoki boshqalar deb o'ylayman. Eng katta yo'qotish shu. Chunki aynan mana shu shaxsning o'ldirilishi Eronning Yaqin Sharqdagi o'sha proksi kuchlarga jiddiy ta'sir ko'rsatdi-da. Isroil o'shandan keyin mana shularga nisbatan ko'proq o'sha harakatlarni boshladi. Yo'qolsa yaqin yillargacha Amerika Qo'shma Shtatlari 20-30 yil Hizbulloh rahbarini qidirdi-da, uni o'ldirish uchun mukofotlar e'lon qilib boshqa qildi. Qarang, mana juda ko'p o'sha Hamas yoki Hizbulloh o'ldirishlari ham mana oxirgi yillarda bo'ldi-ku. Ya'ni men uchun Xumayniydan ham ko'ra Eron uchun eng katta yo'qotish Qosim Sulaymoniy deb o'ylayman. Chunki u juda katta strategiyada Yaqin Sharqdagi, umuman dunyodagi eng kuchli harbiy strateglardan edi. Ya'ni yo'qotish shu insonni yo'qotilishi Eronni mintaqadagi proksi kuchlarni ma'lum bir ma'noda zaiflashtirdi. Chunki butun jarayonni koordinatsiya qilib turardi-da. Shuning uchun ham Eronda ma'lum bir shaxslarning o'ldirilishi bu siyosiy tizimga ta'sir qiladi deb o'ylayman. U doim nemis mashinasi yoki Shveysariya soatiga o'xshab ishlayveradi. Bitta anaqa bo'ladigan bo'lsa, vaqtini surib qo'yiladigan, masalan, mexanik soatlar bo'ladi, vaqtini surib qo'ysa ishlayveradi. Erondagi tizim shunaqa. Ya'ni bitta ikkita shaxslarning o'ldirilishi mamlakatdagi siyosiy o'zgarishlarga sabab bo'lmaydi. Endi boyagi Muxtor akaning fikrlariga qo'shimcha qilmoqchi edimki, Erondagi siyosiy institutlar, umuman siyosiy jarayonlar ma'lum bir ma'noda o'zgaradi baribir. Nimaga? Chunki Eron o'zini xalqiga mukofot berish kerak-ku. Chunki xalqi uni yonida turdi, to'g'rimi?
Ya'ni o'zini xalqi yonida turdi urush paytida, masalan o'sha hattoki o'sha kurdlar ham yoki o'sha Xuzistondagi arablar ham, Ozarbayjonlar ham, Janubiy birortasi mana shu vaziyatdan foydalanib ish qilmadi. Hatto mana Tramp o'zi aytdi-ku, biz dedi Erondagi kuchlar, ya'ni o'sha kurdlarga qurol berishdi va kurdlar qurolni o'zida olib qoldi. Ya'ni mana shu jarayonlarga anaqa qilmadi. Demak bo'lganda Amerika Qo'shma Shtatlarida harakat bo'lgan. Masalan, arablar orqali Xuzistondagi anaqaga yoki o'sha Ozarbayjonlarga, Janubiy Ozarbayjon. Endi Janubiy Ozarbayjonlar menimcha hukumatga qarshi chiqmasa kerak. O'zlari o'zi hukumat. O'zlari o'zi hukumatda-ku. Ya'ni nima qilish kerak yoki kurdlar ham qo'shilishmadi bu jarayonga. Va bu holatda Eron baribir mana shu qayta urushdan keyin qayta tiklash jarayonlarida ma'lum bir demokratik erkinliklar beradi. Va o'zi oxirgi paytda boshlangandi ham. Hatto mana o'sha o'ranish ayollarni hijob o'rash masalasi, bu masala ham cheklovlar olib tashalgan. Ya'ni shtraf bordi, u bekor qilingan. Buni o'zi ham Eron uchun juda katta masalada, baribir Eronga o'xshagan islomiy davlat uchun. Demak, Eronda hozirgi siyosiy institut yana ham o'zini o'sha mustahkam o'rnashdi va plus endi ma'lum bir ma'noda katta bo'lmaydi, kichik demokratik o'zgarishlar bo'ladi. Baribir. Bu yerda bir narsa qo'shimcha qilmoqchi edim. Ya'ni bu yerda hozir keltirgan fikrlaringiz haqiqatda o'rinli. Lekin mana shu urush fonida singari bu qadar ko'p yetakchilar yo'q qilinmadi-da. Hozir Eron baribir qanday bir tashqaridan biz qarayapmiz, lekin baribir shok holatida. Ichkaridan siyosiy tizimni birlashtirib turgan bu qarshilik g'oyasida. Ya'ni o'sha aksal amerikanizm va isroil tan olmaslik g'oyasi. Hali Eron o'zini qayta tiklash jarayoni, mamlakat tiklash, siyosiy qaytadan qurish jarayoniga o'tgani yo'q. Aynan shunda ko'rinadi. Va aynan biroz yumshatish ma'nosidagi o'zgarishlar, qadamlar, masalan, Pezeshkonga kelishi ham bu mo'tadilroq siyosatchini, aynan ruhoniyatga yaqin bo'lmagan sobiq bir tibbiyot xodimini bu yer prezidentlikka kelishligi ham bu o'ziga xos kompromiss va bunga olib kelgan sabablar Eronda o'zidagi ijtimoiy, iqtisodiy holat bilan ko'p jihatdan bog'liqda va u chiqishlarni 100% Isroil yoki Amerika tashkil qilgan deb ham aytib bo'lmaydi. Ya'ni bu yerdagi boshqa masalalar ham bor. Erondagi demografik holatni e'tiborga olish kerak. Eng yosh xalqlardan biri 70% oshiq yoshlar tashkil qiladi. Va u qariyalar boshqaruvi Erondagi jamoatchilik fikri bilan %100 tushmayotgan holatlari ham bor edi va urushdan keyingi yangilanish davriga kelganda o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyoj urushdan oldingiga nisbatan ham ko'p yuqoriroq bo'ladi. Faqat urush hozir buni muayyan davr kechiktirib berdi xolos. Ya'ni bu tashqi dushman obrazi paydo bo'lganligi sababli ularning faol harakati bilan. Va endi aynan shu bosqichda ya'ni bir siyosiy liderga ehtiyoj seziladi. Hozir agar olaylik, agar tasdiqlanadigan bo'lsa, Moshtaba Xomayniy ham vafot etdi degan agar xabar tasdiqlanadigan bo'lsa, bu qisqa vaqt ichida ikkita yetakchini almashilish deganida Eron tarixida hali bunday holat bo'lmagan. Shuning uchun bu silkinishlarga olib keladi va aytmoqchimanki, siyosiy transformatsiyaga bo'lgan ehtiyoj avval yetilib kelgan va urushdan keyingi davrda buni endi ongli ravishda, ya'ni haligi mojarodan vaqtincha chiqish masalasi yoki o'sha kurdlar asosiy faol bo'lgan bo'lsa, ularni tinchlantirish uchun vaqtincha tashlangan qadamlar yoki o'sha etnik ozari bo'lgan shaxsni prezidentlikka olib kelish va hokazo ko'rinishda emas, ko'proq tizimli amalga oshsa kerak degan fikrdaman. Qo'shimcha qilmoqchi edim, ya'ni avvalo ya'ni transformatsiya borasida, ya'ni tezkorlik bilan bo'lishiga menda biroz skeptitsizm mavjud, chunki hozirgi holatda ya'ni bu urush siyosiy kapital berdida Erondagi hokimiyatga. Ya'ni mana biz g'alaba qozondik, biz to'g'ri yo'lda edik, mana bu holatlar va bosim, ya'ni Tramp va Netanyahuning hokimiyatda hozirgi turishi ham Erondagi oliy rahbariyatga biroz manevr qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni ma'lum vaqtgacha, lekin sekin astalik bilan, ya'ni o'zaro kelishuv holatida qisman tizimli, ya'ni to'laqonli biz Eron demokratik respublikaga aylanishini kutmagan bo'lardim. Ya'ni Eron Islom Respublikasi holati va Islom inqilobi muhofazasi korpusi o'zini baribir ko'rsata oldi-da.
tizim sifatida ko'rsata oldi. Ya'ni Qarshning ya'ni bu yana bitta favqulodda holat bo'lsa nima bo'ladi degan savol ham borda. Ya'ni shuni hujum qilib qolsa, ya'ni bular o'zini yashash, ya'ni tizimni saqlab qolish jihati xizmatlari evaziga ma'lum darajada yangi o'zgaradigan tizimda ham ularning o'rni bo'lish ehtimolini yuqori deb baholagan bo'lardim va bu o'zgarishlar inqilobiy bo'lishiga, ya'ni Eronni 100% Amerika parasi yoki Isroil parasi yoki to'liq tizim o'zgarib ketishiga ishonmagan bo'lardim. Ya'ni o'zini baribir nimasidan siyosiy kursini saqlab qola biladi degan fikrdaman. Lekin bitta narsaniki, bu urush ko'rsatib berdiki, asosiy mafkuralardan birini boshqacharoq ekanligini ko'rsatib oldi. Ya'ni jahon islom inqilobi eksporti g'oyasi ma'lum darajaga o'zgarish ehtimoli baland deb o'ylayman. Ya'ni eronliklar faqat o'zi qoldida bu urushda. Ya'ni bu ularning o'zini tarixida. Bu identiklik bo'yicha, ya'ni ular boshqa, ya'ni bu yerdagi Yaqin Sharq davlatlari, ummat g'oyasi degan g'oyalar aslida juda unchalik haqiqat emasligi ko'rinib qoldi-da. Arab davlatlari bilan yaqqol qarama-qarshi frontga tushib qoldi-da. Hozir kechirasiz, urushdan keyin Isroil bilan Arab davlatlarining pozitsiyasi yaqinlashib ketish ehtimoli baland-da hozir holatda. Chunki ular umumiy dushman borda Eron. Ular bitta qayiqda opoqlab aytganda-da. Bitta okopga tushib qoldi ular. Shuning uchun ham yana o'sha baribir endi qarindoshda Arab va Yahudi xalqlari. Som avlodi deymizmi? Semit xalqlari endi baribir Ibrohimning avlodimi, Ismoil, Ishoq avlodlarining o'zaro yaqinlashuv holatini bo'lishimiz mumkin-da. Ya'ni bu yerda Somiylarning o'zaro yaqinlashuvi va ajam xalqlari tarixiy jihatdan. Ya'ni arab bo'lmagan musulmon davlatlarning mohiyatan yaqinligi. Lekin bu yerda yana bitta fon borki, Afg'oniston nomli. Mana bu yerda yutqazgan davlatlardan biri Afg'oniston bo'ldi deb ayta olaman. Shu yerda, ya'ni Afg'oniston, ya'ni Pokistonga nisbatan to'qnashuvlar holati va Eronga nisbatan ham, ya'ni Eron ham aytib chiqdi-ku, bizda afg'on muhojirlari masalasida nima deydi, Isroil manfaatlariga, Amerika manfaatlariga ishlayotganlar ko'pligi to'g'risidagi fikrlar ham chiqib ketdi-da. Bu holatlar ham endi Amerika Qo'shma Shtatlar uzoqda, uni muammolari ko'p. Uni Xitoy muammosi turibdi. Buni hozir o'zi transatlantik muammolar turibdi. Kubaga e'tibor qaratish kerak-da Trampni. Tramp bitta joyda ko'p qarab tura olmaydi-da. U charchab qoladi, u zerikib qoladi. U qartalar yangilanib turishi kerak-da. Nima deydi? Las Vegasda ko'p yuradigan shaxslar uchun. Bu yerdagi asosiy masala bo'lsa Afg'oniston o'zi qolib ketadi endi. Eron va Pokiston bilan qiyin geosiyosiy nima deydim, bahslar yoki qaysidir ma'noda so'rovlar vaqti kelmoqda-da. Endi Hindiston bilan qo'shiladi. Ya'ni yangi geosiyosiy muvozanat yuzaga kelib qoladi endi. Ya'ni Afg'oniston, ya'ni bu yerda e'tibor bering, Ramazon oyida Islom amirligini, o'zini Islom amirligi deb e'lon qilgan davlatni Islom Respublikasi hujumi, ya'ni bu yerda mafkura muhim emasligini ko'rsatib berdi-da. Bu yerda boshqa geosiyosiy o'yinlar ekanligini ko'rsatib berdi. Mana shuni o'zi ham mintaqani o'zgartiradi, ya'ni mintaqani umumiy o'zgartiradi albatta. Bu qiziqarli davrlarni va'da beradi. Mafkuraviy transformatsiya haqida gap ketyapti-da. Mana ya'ni hozir hal qiluvchi rolni harbiylar bajaryaptimi? Bundan keyin urushdan keyingi davrda aynan shu hal qiluvchi so'zni shular aytmaydi deb kim kafolat bera oladi? Ya'ni endi diniy rahnamo vakillari bir hokimiyatni legalizatsiya qiladigan bir institutdan bu harbiylar oxirgi so'z aytadigan institutga aylanish ehtimoli yuqorida va bu baribir o'sha Eronni keyingi urushdan keyingi qiyofasini o'zgartiradi. Mana hozir Islom muhofizlari korpusi bu aynan diniy mafkuraviy organdan ko'ra ko'proq harbiy organ sifatida samarali o'zini ko'rsatdi va qaror qabul qilinishda ham, masalan Xomayniy, Moshtaba Xomayniy kelishda ham oxirgi argumentni shular ishga solgan deyapti va aynan bu holat urushdan keyin ham amalga oshishi mumkin degan fikrdaman. Tushunarli. Hatto mana shu sulh e'lon qilingan paytdan keyin ham harbiylar davom ettirishgan. Harbiylar Isroilga. Keyin nimaga shunaqa bo'ldi desa, telefon aloqasi bilan bog'liq muammolar bor. Internet o'chgan. Ya'ni shunaqa deyishdi-da. Bu unutmaslik kerak, bu ular juda urush tugashidan ham manfaatdor bo'lmagan taraflar bor-da. Masalan, bu Isroil avvalo taraf va qisman bu yerdagi harbiy qatnamlar ham. Chunki urush ularning legitimligini oshirib turadi-da. Urush bo'lmasa, ular legitimlik darajasi pasayishi mumkin. Lekin bir narsaniki endi
o'rta sharq. Keling endi yaqin sharq deyish bu ko'proq mana o'rta yer dengizi bo'ylari edi. Yevropaga nisbatan yaqin sharq deyiladi. Yevropaga nisbatan uzoq sharq deyiladi. O'zi bizni uzoq sharq deb atashimiz o'zi Middle East'ni tarjima qilsangiz o'rta sharq bo'ladi. O'rta sharq, ha, xuddi shunday. Lekin yoki nima deydi, bu mohiyatan o'rta sharq mintaqasini yangi tizimga, yangi davrga olib chiqmoqda-da. Bunda endi kuchlar muvozanati boshqacha bo'ladi va endi mafkuraviy omillar masalasi sal pasaydi deb o'ylayman. Ya'ni bu bilan ko'rsata olish. Ya'ni hozir ko'rsatib qo'ydik, mana tasavvur qiling, Saudiya Arabistoni bosh sunniy davlat, ikki muqaddas masjid mavjud davlat, Isroil yahudiylar davlati bilan mohiyatan bitta ko'pda, shiyalar davlati bo'lgan Eronga qarshi. Tushunarli. Siz qaysi tarafdasiz degan asosiy savol bor-da bu yerdagida. Ya'ni bu yerda diniy javob qiyin. Bu yerda sof geosiyosiy, geostrategik, milliy manfaatlar bilan bog'liq taraflar ko'p birinchi o'ringa chiqadi-da. Shularning o'zi o'rta sharqning qisman siyosiy transformatsiyaga uchrayotganiga dalolat beradi. Lekin bunda Eron baribir sivilizatsion o'qi deydi-ku, Eron sivilizatsion o'qi, ya'ni Islom Respublikasini saqlab qolish ehtimoli baland deyman. Tuzumda saqlanib qolish ehtimoli baland. Tushunarli. Bu faqat mintaqaga emas, Yevropaga ham ta'sir qiladi deb o'ylayman. Chunki Yevropada ham natsionalist va o'ng kuchlarning hokimiyatga kelishi tezlashadi. U shu boshlangan. Chunki baribir mana shunaqangi holatlarda, ya'ni Yevropada o'zi ancha oldin boshlangan. Mana oxirgi o'sha Germaniyadagi saylovlar ko'rsatdiki, o'ng kuchlarni Yevropada ta'siri oshib ketgan, natsionalistik siyosatlar olib borish. Ya'ni yangi tendensiyani boshlab berishi mumkinki, liberal anaqalardan qarashliga ega bo'lgan shaxslarga qaraganda real siyosat olib boradigan va o'ng yoki natsionalist kuchlarni ham hokimiyatga kelishini tezlashadi. Chunki ularda argumentlar bor. Ya'ni ular nimadir taklif qila oladi, ya'ni saylovchilarga. Tushunarli. Xo'p, avvalo vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarni yana studiyamizda kutib qolamiz. Azizlar, siz Daryoni kuzatdingiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat.